Orqangda dadang turibdi. Duxingni berma qizim, xo'ppa. Ha. Ay, jiyanim qizim. Voy tavba, o'zi 4 ta shirog'ani ketyapmiz. Qizini urushga jo'natayotgandek xayrlashishini qarasiz. Birantasiga kuching yetmasa tosh bilan soqama. Davay. Nima qilamiz? Avtobusda ketamizmi? Yo'q, oyog'im og'rib qoladi. Hozir taksi chaqiraman, komfortidan. Yo'q tavba, qaydan quyosh chiqdi? Aka, sho'rpamidar nechi puldan? Qornim yomon chiqib ketdi-da. Ikkitagina prashka biringizsanmikin? Yo'q, urushib tashiydi-da. Inajonisi qoningiz ham toza chiqib ketgandir. Juring avval sizga to'rs qilib shashlik gapiraman. Chista qo'yanchiq odam qanday bo'ldi menga eshakdek bo'lib qoldi ekan? Yo kimdir sovuq qildimikan? Ukajon jerjanga rashk kampit yarim kilo sho'rdanak berib yuboring. Bo'ldi aka, alundan ham bir shita sovoraymi? Chakkinga qo'yib yuboraymi? Yo, постоянно aroq ichedingiz-ku aka. Ya avval ichgan bo'lsam ahmoq bo'lganman. Hozir oshirib yedim-ki, просто chesnak bilan piyoz yeganman. Yaqingacha aroqni ichiga kirib yotadigan. Yangi yilni aroqni ichida dumalab kutib oladigan odamga jinurdimikan? Yo, prankmisiz? Voy, inajonisi menga erga pepsi ustiga jarqlab kiyim kiymagansiz. Juringizga boshiga sarpa abram. Dada! Kızım, açanım. Mana senga. Mana ortgan pul keragini ishlatasan. Kerak emas, qo'shaman turib menga sujinonlik qilmang. Bittasini tomog'ansizda, sizni betib o'zgartirib qo'ygan oyimcha kim? Meni o'zgartirgan oyimcha mana. Nima? Qizingga o'zingga o'xshagan kuyov uchraydi deyshadi. O'ylab qarasam, eski o'zimga o'xshagan odam kuyovim bo'lsa, chidolmas ekanman. Sen ham birovni aziz qizisan. Qizimga nimani ravo ko'rsam, senga ham xuddi shunaqa er bo'lmoqchiman. Otalar qizini qanday yashashini xohlasa, xotinini ham xuddi shunday yashatish kerak deganlar bitta like bosib qo'yamiz.